Assalamualaikum qarindoshlar, qanday ahvolingiz tinchlikmi? Tan saqliq kanalimga xush keldinglar. Bugun bu videoni shu oldingi qatimqi videoniki ikkinchi qismini desam bo'ldi. Shu qavziyat, andan keyin boasir. Asosan so'zlab bo'ldim. Shunda bo'lsa-mu tushib qolganlar bor ekan degan o'ylab ikkinchi qismi deb tushunsanlar bo'ldi. Shu hamda oldingi qatimqi videomda shuna tafsiliy so'zladim. Shunlashqa qandaq boasir qandaq hosil bo'ladi. Qandaq oldini olamiz, davolash usullari degandek. Andan keyin hamda eng eg'irini deb aytay dedim. Hamda bu boasir bo'lavergandan keyin qarindoshlarim shunday ko'p ko'ribdi buni. Shunga ba'zi savollar tushibdi, savollarimga javob beray deb o'yladim. Hamda yerlik usullar, Yaponning yerlik usullari deb aniq debbadim. Debbasam mo qancha qatim ichimiz sutni, so'g'oq sut ichinglar degandim. Bir stakan so'g'oq sut ichsanglar bo'ladi. Ba'zi qarindoshlar bir kun qancha qatim ichimiz deganlar so'rabdi. Shunga javob berib dedim. Andan keyin shu pek eg'irib ketsa, hatto shu qavziyat eg'ir bo'lsa, men o'z ko'zim bilan ko'rgan desam bo'ldi. Shu vatan vaqtimizda bir hafta, bir oy ham o'zim uqamaydi ekan, ayollarni ko'proq bo'ladi. Bir ay ichkamiga ahvollar bo'ladi. Sizlarni anglamagan bo'lishinglar mumkin va qandoq chiday oladi deb. Balkim menda aytganchaqda yalka qilgan bo'lish mumkin, ammo o'riq bemorlarda ko'proq bo'ldi uning ustiga. Shunlashqa uni qandoq davolaymiz degan chaqda jiddiy bo'lim kelgandan keyin buni hamda doktorlar biz sestralarga mana yozib berimizda qandoq bir taraf qilishni. Buningda keyni tarafdan maqatdan supun suy mang'uzdi. Osmonkulga o'xshash qilib, osmonkulniki uchiq desak bo'ldi. Uchiga shu teret, oq teretdan shu supun suy mang'uzib, uningdiki ichini keltirdi. Faqat eg'ir bo'lgan ahvol asosida. Oldingi qatim so'zlab o'tdim. Andan keyin shu yana bir misol deb beray deb o'yladim. O'zim shu ayni vaqtida men mas'ul bo'lgan bir Xitoy bemorniki ishini so'zlab beray deb o'yladim. Bu hamda qavziyat bek eg'ilish bo'lgandan keyin rakka eng eg'iri rak kasaliga apirib tarqaldi. Rak kasal bo'lgandan keyin buni operatsiya qildi. Odatda oldingi qatim so'zlaganda ichki gomroy, tashqi gomroy degan so'zladim. Ichki gomroy bek eg'irib ketsa operatsiyalar bo'ladi. Ammo shu cho'ng uchay rakki ko'pincha anglagan bo'lishi mumkin. Nəhayət hem xətərlik, raqlarının həmiz xətərlik. Amma bu çoğun uçayniki ən asaslıqı doğru uçay tərəfdə raqıb qalsa, bununki aqıbeti nəhayət eğir buludu. Bunu sözləb ötmüsəm mi, sizlər düşünsülər, şunaq bolsa mı, bu fəqət teret çıxırdığan cəy bolğandı ki, operasiya qandaq buldu degan çağda, amalba şu meqet tərəfi saxlab qaladığan operasiya qılıdı. Əgər fəqət bulmağan çağda, biqqin tarafdan, yan tarafdan tush geçip Suni maqat desak bo'ldi. Suni maqat yasab qo'ydi. Yasab qo'ygandan keyin tabiiy holda odam hamigi kunidagi shuningdimi tabiiy maqat Suni maqat tarafdan teret keladigan ahvol bo'ldi. Men bunday kasalni 1 yilga yaqin hamda dori almashtirish ayni vaqtida men yangi xizmat tushgan vaqtlarda shu bütün işlerini şu karvat başqurduğun doktor desek oldu. Şu doktor bu işleşke, şu dar almıştırdığı işler ne köp qıgan. Demek ki, müşündaq bir Xitay keselini 1 yılga yakın. Hem de davalığan. Ama o aynı vaxtıda başka bölümde boğan işiniki, bolup işkin doktorxan boğan işke, şu doktorçılıqniki hatalığı desek bo'ldi. Operatsiyani xato bo'lib qolganda bizning bo'limda qilgan emas, boshqa bo'limlarda qilib bu operatsiyalarni qilgandan keyin bu Xitoylar yetib oldi-ku. Yetib olgandan keyin bizning bo'lim qabul qilib, shuni bekorlik davolagan. Davolab men shu 20 yilga yaqin shu dorisini almashtirib kunda degidek ashuna qilmiz hamda. Aslan doktorxonalarda ko'rsizlar. Ammo men shu yaponniki ish qilib, yapon tili o'rganib berib qaytib kelib qilsam, yana bizning bo'limda yotadi Xitoy. Cenebek'e 60 neçə yaş kirgan şu axçalarda. Şuna hem de meni ko'rib, voysam bak yaxshi doktor deb eslib oldi.
men mana shunday o'qish ketdim dedim. Men u vaqtda o'qish ketgandan keyin albatta boshqa doktorlar mas'ul bo'ladi. Demakchi, maqsad mush qavziyatga sal qaramanglar. Aldın qatimqi videonim ko'rib baxsanglar bo'ldi. Bo'lib hozir turmush ritmining tizlishiga agishib, mushu mashinada o'tirgan vaqtlar ko'p. Shunlashqa qandaq qanchaqda mush qavziyatning oldini bo'ldi deganlarni aldın qatim so'zlab o'tdim. Hamda mushundan foydalanib, hamda men yaqinda 2-3 kun oldida Facebook'imni nahmaydan qildim. Hozir o'zim qo'yatgan sog'lomlik mahsulotlarini ozroq tushuncha beray deb o'yladim. Uningdan so'zladim, ammo ko'pincha qarindoshlar qiziqyotdi. Haqiqatan uning borlig'ini o'zim his qildim. Shunlashqa shu videoning oxiriga tushuntirishlarni berib, bundan keyin asta-asta shu mahsulotlarni tunishtirib o'tmay. Bu butunlay organik. Men dori bilan xo'sham yo'q o'zimning. Dori deganni mening kallamda bir hisobda mening kallam emas, doktorlar ko'pincha xuddi jiddiy ahvol ostida ishlaydigan narsa. Uning ximiylik moddasi bor. Shunlashqa bu organik sog'lomlik mahsulotlarini men qilishga boshladim. Shunlashqa ishlatib ko'rib baqinglar. Haqiqatan unumi bo'ladi. Shunga hamda bugun ikkinchi qism shu boasir qavziyatni so'zlash orqali shu qavziyatga oidlam ikki xil mahsulot bor, shuni tushuntirib oxirlashtiray. Buldamsa xayrli kunlar bo'lsin hammalarga. Xayr xo'sh. Bu sog'lomlik mahsulotini tunishtirsam, Farmanexniki Probio PCC. Bu asosliqi shu oshqozon ko'p bo'ladigan, sirq suv yanadigan, oshqozonda yel turib qoldi deb bizning qarindoshlar ichida bak ko'pga. Shunlashqa shu sog'lomlik mahsulotini iste'mol qilgandan keyin shu kekirik yondirib, shundoq rohat qilib, to'van tarafga mang'izdi yemaklarni. Buni bir kun bir tallam iste'mol qilimiz. Hamda buni tushuntirsam, bu digest formula. Bu asosliqi shu oshqozon uchay butunlay shu hazm qilish sistemasiga foydali. Men hazm qilish bo'limlarini so'zlagan chaqda bizniki yemeklarimiz butunlay shu kichik uchayda hazm qildi 99% deb tushuntirgan. Shunlashqa shu mahsulotni agar shu sizning kichik uchaylaringiz yaxshi bo'lmay qolgan vaqtida shuni iste'mol qilsangiz, sumirish iqtidorini shu uchayniki sumirish iqtidoriga yordam qilib, uchayniki sumirishiga tang harakat qiladi. Demakchi, bizning xalqimizda shu qavziyat, go'muroy bak eg'ir ekan, shunlashqa ikkiga bo'lib so'zladim. Shunga hamda shu kasallik sal qarsak o'zimiz bilimiz yomon oqibatlar kelib chiqadi. Shundaq sog'lomlik mahsulotlarini tang iste'mol qilish orqali bu sog'lomlik mahsulotlari asosan badimizga kirgandan keyin ko'riklik roli o'tadi deb tushunsak bo'ladi. Shunlashqa shu yordam qiladi desak bo'ladi shu oshqozon uchaylarniki harakatiga. Shunlashqa shu masalan hamda bak sal qarab qilsak, bu eng oxirida shu chong uchayniki harakati qetib ketsa, bo'libmi taomlari desak bo'ladi, u chong uchay rakiga paydo bo'ladi. Agar hamda shu men qilayotgan shu mahsulotni, sog'lomlik mahsulotlarini qandaq topamiz, qandaq olamiz degan qarindoshlarga qisqacha tushuntirish beray deb o'yladim. New skin deganni ko'pincha o'yla anglagan, ammo new skin desam ko'pincha bo'lib ayollar bek ishlatadi ekan. Shu go'zallik mahsulotlari deb. Albatta, go'zallik mahsulotlarini men qilaman. Ammo buning ichida Farmanex deb chong bir tarmog'i bor. Buning ichida shu sog'lomlik mahsulotlari bor. Shunga men inchiklik bilan bu tushuntirib berib qo'yay deb o'yladim. Shu new skinniki shu links ulinishini shu YouTube'niki ostiga chaplab qo'yman. Shu bosqandan keyin chiqadigan shu rasm ananiki men uyg'urcha yozib qo'ydim. Buni bossangiz bunga o'xshashcha echiladi. Andan keyin men ko'k istirlik bilan qo'ydim. Buni besing deb. Buni bossangiz shu sog'lomlik mahsulotlari betiga kirsiz. Keyinidan mundaq bat echiladi. Bu batning hammasi shu sog'lomlik mahsulotlari. Bu har bir batni ochgan chaqda sog'lomlik mahsulotlari chiqadi. Shularniki uyg'urchasini, ya'ni ko'n yoziq bilan yangi yoziqni tarjim qilib tayyor qilib qo'ydim. Shularni ko'rib baqinglar. Endi bu sog'lomlik mahsulotlarini cho'ng doirada tunishtirib o'tsam, qayerlikni kechiktirish, ya'ni yashatish mahsulotlari, erlar sog'lomligi, vitamin birlashmasi, umum sog'lomlik,
ئېغىرلىقنى kontrol qilish, ayollar sog'lomligi qatorliq mehsulotlar bor. Hamda buniki latinchisi. Latinsini o'qimasam boyagi bilan o'xshash. Yana hamda tövəndiki sağlamlıq məhsullatları bolsa, kalsiy, yeşil çay kapsuli, magnit kapsuli, qon azlıq, yəni tümür madda to'liqlash, belliq mey kapsuli, oqsil to'liqlash, anandaki har xil vitamin B, C, D, K degandek vitaminlar bor. Bu yuqorqi sağlamlıq məhsulotniki latincha yozilish. Bu sağlamlıq məhsulotini desam, cho'ng doirada sunak, bo'g'im sağlamlığa oid sağlamlıq məhsulotları, minga untuqoqliq, andan keyin energiya, ya'ni ruhlandirish, yurak sağlamlığı, andan keyin kasallikka qarshi kuchini oshirish, ya'ni immunit kuchini oshirish, tirnoq, teri, choshni asraydigan mahsulotlar, eg'irlikni tushirish, ya'ni o'riqlash mahsulotlari bor. Bu yuqorqi mahsulotlarniki latincha yozilishi. Hamda shu tilda qiynalgan qarindoshlar uchun ozroq tushuncha beray dedim. Boya ko'rsatgandek, dastlabki betida shu chiqadi, 3 talni bassanglar, 3 tal siziqliqni mundaq belgi chiqadi. Shunga ma'niki eng ostidagi buni bessang deb istirlik bilan qo'ydim. Mush joyni bassanglar, har qaysi davlatlarniki tillari chiqadi. Uniki ma'bat echiladi, ma'batni buni bessang deb yumbuloq qilib qo'ydim, sariq siziqda. Mishani bassanglar, har qaysi rayonlar davlatlarniki, ya'ni demakchi tanlaydigan davlatlar chiqadi. Mana o'xshash Janubiy Amerika, Yevropa degandek. Manada men Yevropani misol qilib qo'ydim. Yevropada yashaydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz ko'p. Shu yumbuloq belgini basqandan keyin mundaq Yevropadagi har qaysi davlatlarniki ismi chiqadi. Musha kirib undan keyin o'zinglar qaysi davlatda bo'lsanglar, shu davlatniki beti echiladi. Qaysi tilda bo'lsa fransuzcha degandek. Andan keyin oxirida ko'pincha qarindoshlar xitoychani o'qidi. Shunga Xitoycha betimi bor. Shuni ko'rib baqsanglar bo'ladi.